Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Biz hozir Olmazor tumanida turibmiz. Bu uyimiz 2 qavatli, ya'ni duplex bo'ladi. 160 kvadratdan iborat. Tepada 4 ta xona, pastda 3 ta xona va oshxonamiz ham mavjud. 2 ta sanuzulimiz bor. Xo'p, bu uyimiz hozir 90% ta'mirdan chiqqan, tayyor turibdi. Bir ikkita jihozlarini qo'ysak bo'ldi, santexnika va elektrik ishlari qo'ygan. Bu yoqda mana hozir tanishtirib o'taman ozgina sizlarga tushuncha bo'lish uchun. Bu yoqda mana kuxnyamiz, oshxonamiz bo'ladi. Oshxona anjomlari, shkoflarini joylashtirib qo'yib berishadi, xudo xolasa. Va bizani mana ko'rib turibsizlar 90% bitgan uyimiz. Endi ikkinchi qavatni ko'rsataman. Hozir bu xonalarda svet yo'q, shuning uchun ko'rsatib o'tirish hojati yo'q. Ichkari qorong'i bo'lib turibdi. Mana chiqqaninglarda yaxshi taxtalardan, ya'ni yong'oq daraxtlaridan perilalar qilib qo'yishgan. Oyoq teklarimizda podsvetkalarimiz bor. Bu yoqda mana sanuzullarimiz bor. Bu yoqda garderobni, kladovka, bu yog'i bo'lsa sanuzul. Mana xudo xolasa bu yoqlarni bitirib tayyor qilib berishadi. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Narxi 160 ming AQSh dollarida. Kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib beraveramiz aziz o'rtoqlar. Mebellarini bo'lsa kelishilgan narxda yana jihozlab berishimiz mumkin aziz o'rtoqlar. Pastdagi nomerlarga yoki Telegram orqali murojaat qilsanglar batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz.